IT sohasiga 13-14 yoshimdan kirib kelganman. Yutqizish bu o'rganish. Biz baribir o'zbek oilasida tug'ilganmiz, hamma o'zbek traditsional oilada tug'ilgan oilada shunaqa bo'ladi. Ichida passion bo'layotgan odamni, ichida yonayotgan odamni hech qachon so'ndirib qo'ymaslik kerak. Google'da yozib turib yoki ChatGPTdan ham so'rab turib test o'tsa bo'ladi. Men IT sohasidagi qaysi направлениyaga mos kelaman? Hurmatli podkast tomoshabinlari, podkastimiz davomida rus va ingliz tillarini foydalanganimiz uchun oldindan uzr so'raymiz. Chunki IT sohasidagi mutaxassislar ingliz va rus tillaridan juda ko'p foydalangani uchun suhbat jarayonida aralashtirib gapirishligi mumkin. Assalomu alaykum. Muvaffaqiyatga oltidan keyingi soniga xush kelibsizlar. Ota-onalar, tinglovchilar, o'quvchilar, o'qituvchilar. Bugungi mehmonimiz Ozodaxon Mo'minova. Bugun sizni ilhomlantiradigan va yuragingizni vov detiradigan bir hikoya haqida gaplashamiz. Ozodaxon o'zlari haqida, o'zlarini eksperyenslari haqida gapirib beradilar. Ular 17 yoshlarida dunyoning top olimlari, universitet olimlari bilan tadqiqotlar olib borganlar va hozirgi kunda dasturchi sifatida ham faoliyat yuritadilar. Assalomu alaykum. Avvalambor podkastga taklif qilganingiz uchun kattakon rahmat. Birinchi o'zimni tanishtirib o'tsam, ismim Ozoda. Texnologiya olamiga kirishingizga nima sabab bo'lgan? IT sohasiga 13-14 yoshimdan kirib kelganman. Birinchi notebookimni upgrade qilishimdan keyin, ya'ni menda undan oldin ham notebookim bo'lgan, lekin u eski versiyada bo'lgan. Ya'ni HP-ni nima desam bo'ladi, 2013-14-yildagi versiyasi bo'lgan. Uni qaysidir ma'noda men upgrade qilishim kerak edi. Keyin men birinchi ota-onamga uni tushuntirishim, upgrade bo'lgan notebookni olishimdan hamma tarix boshlangan. Mani anaqamda, sahifamda shunaqa yoziladi. Ya'ni men ota-onamga birinchi o'rinda nima qilganman, uni prezentatsiya tayyorlaganman. Ota-onamni chaqirganman, o'tirg'izdirganman, tushuntirganman. Uydagilarga menda mana shunaqa holat, yangi notebook olishim kerak. Nimaga degan savolga men javob berishim kerak o'sha joyda. Mana shu narsani xohlayman. O'zim ustimda mana shu направление bo'yicha ishlashni xohlayman. Aslida IT направление emas edi. Men boshida umuman ekonomist bo'lishim kerak edi. Ota-onam fikri ham shunaqa edi. Mening fikrim ham ota-onamning fikridek bir xil edi. Ekonomistlikni men o'rganishim kerak. Ekonomistlikni o'rganishim uchun menda yetarlicha mentorlik bilimlari yetishmayapti. Mentordan bilimlar yetishmayapti. Bu narsani maktabda berisha olmaydi. Maktabda faqatgina o'rganasiz matematika, fizika va boshqa fanlarni. Tabiiyki sizga yana qo'shimcha nimadirlarni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Bu narsalarni men uydagilarga yetkazgandan keyin menga notebook olib berishgan, men xohlagan notebookimni olib berishgan va uyga birinchi Wi-Fi o'rnatganmiz. Men endi shunaqa qilib upgraded versiondagi notebookni oldirganman. Ikkinchi prezentatsiyam bu uyga Wi-Fi o'rnatish. Nima uchun uyga Wi-Fi o'rnatish kerak degan savolga javob berish bo'lgan. Odamlarning o'zlarining ishxonalarida bor edi Wi-Fi, 2011-yildan beri bor edi, lekin uyda endi unaqa ehtiyoj yo'q edi. To есть o'sha paytlarda 2018-19-yillarda hech kim uyga, to есть juda ham ko'pchilik uyga Wi-Fi qo'ymagan, chunki bunga ehtiyoj odamlarda yo'q edi. Lekin karantin sababli odamlar uyga, конечно, ehtiyoj paydo bo'ldi, qo'ydi, ishladi onlayn, hamma ishladi, o'qidi, boshqa qildi. O'sha paytda menga как раз-таки zo'r vaqt bo'ldi. Men o'zimni samara realizatsiyamga birinchi qadam qo'yishimga notebookimni olganimdan keyin rosa search qilib, ichlarini o'rganib, har xil narsalarni o'rganishni boshladim. Ichini polni o'rganib, nima qayerda joylashgan, o'yinlargacha o'ynardim. Keyin darslarda, lekin men o'sha karantin paytida qiynalardim. Zoomni yarmida uxlab qolardim. Har doim shunaqa bo'lardi. Zoomni yarmida uxlab qolardim. Nimaga uxlab qolardim? Men keyin uni sababini topganman. Bir kuni endi o'tiribman, matematika dars bo'ldi. Men uxlab qolganman, mavzuni tushunmaganman. Keyin men majbur bo'lganman, uni qatdandir topishim kerak, izlab topishim kerak. Keyin men kirdim, internetga kirdim, Google'ga kirib, Google Chrome'ga kirib topdim. Izlamani shu misoli javobi, misoli ishlanishi polni o'rgandim. Menda болезнь отличника bordi. Ya'ni men faqatgina 5 bahoga o'qirdim maktabda. Menga 4 qo'ysa, 3 qo'ysa juda katta janjal bo'lardi. Shu uchun albatta endi bu yoqda ham 5 qilishim kerak-ku. Bu yoqda nafaqat endi 5 ham oqlashni ham bilardim, lekin faqatgina bahoga emas, bizda endi spetsializirованный shkola edi, ya'ni chuqurlashtirilgan maktab. Bu yoqda nima qiladi? Siz faqatgina bilim faqatgina baho ham qo'ymaydi, bahoni bilimingizga qarab turib qo'yadi. Endi men u bilimni tushunishim kerak-ku, o'sha bahoni olishim uchun.
Tем более bizni nastavniklar, ya'ni bizni o'qituvchilar juda ham qattiq qo'l edi. Bilimni talab qolardi birinchi baho qo'yishdan oldin. O'sha paytda keyin men o'rganish boshlaganman. Qayerdan misollarni, umumiy Chrome'da yozilgan narsalarni o'zim o'rganganman-da, keyin уже YouTube darslarini ko'rish boshlaganman. YouTube darsida Olga Aleksandrovna degan rus ayol bilan tanishib olganman. Matematikadan zo'r dars beradi. Oxiri o'zim mana yaxshi o'qib ham shunaqa yaxshi ko'rganimdan uni onlayn maktabda ham o'qidim. O'zim keyin dars berishni ham boshladim matematikadan. Juda ham qiziq bo'lgan yodagi istoriya. O'sha paytda keyin bilganmanki, Olga Aleksandrovnani 20 minutdan oshiq darslari rosa ko'p edi. Ya'ni bitta o'tirganimda uni ham darslarini ko'rib tashlardim-da. O'sha paytda aytganman, значит deganman, gap u men uxlab qolishimda emas, faqatgina u o'qituvchini o'zi ham dars ustida ishlash kerakki, чтобы men shunaqa qiziqish bilan uni darslarini ko'rishim, uni bilan maza qilib dars qilishim kerak deb o'zim ustida mana shu narsa nastavnik навык, ya'ni o'qituvchilik навык ustida ishlashni boshlaganman. Keyinchalik o'sha onlayn darslarni ko'rar ekanman, o'zim ham dars berar ekanman. Menda endi qiziqish bo'lardi har bitta narsani search qilib o'rganishga. Keyin ko'zim tushib qoldi CS50 darslariga, Garvard universitetining CS50 darslariga. U darslar eng kamida 50 minutlik, 1 soatlik, 3 soatlik darsga turadi. U soatlari xullas son sanoqsiz u darslar. Misol uchun bitta полный kursi bor, 13 tachami darsliklari bor, 1 soatdan 2 soatdan. Keyin men o'sha joyda давайте dedim, Garvardda darslari ekan, menga qiziq edi. Mana o'rgatishar ekan. CS50 dagi Garvarddagi lecture shunaqangi zo'r tushuntirdiki, men hali umuman programmirованiyani 0 darajadagi bo'lgan odam, uni darsida shunaqangi maza qildimki, hali 1 soatda lecture maza qilib eshitdim. Keyin прикиньте, men bir kun o'tirib, uni 3-4 ta darsini ko'rib chiqdim. Hech qayerga qaramasam, prosta mantiqqa qarab, 3-4 ta darsini ko'rib chiqdim. Hech qanaqa uxlab qolisham yo'q, boshqa qilisham yo'q. Полный shunaqa zo'r e'tibor bilan ko'rdimki, shunaqa zo'r yaxshi o'rgandimki, hatto birinchi o'zim o'yinimni ham yaratib ko'rdim. Ular berayotganda kodlari, to'llari bor. Mana shu joyda nima qilib yaratasan, mana qanaqa narsalarni kodlarni yozasan, tayyor beradi, lekin siz uni sinab ko'rishingiz bu boshqa gapda. Men uni sinab ko'rib, birinchi marta o'rtoqlarimga she'r qilganda va ular tryout qilib sinab ko'rganida, menda umuman boshqacha tushunyani bo'lgan. Menda вообще boshqacha hislar bo'lgan. Chunki birinchi marta siz qo'lingiz bilan nimadir yaratyapsiz, lekin uni sizni produktingiz kimgadir asqotyapti. Lekin u kimgadir asqotyapti. Voy dedi, mana men o'ynab ko'rdim yoki boshqa qilib ko'rdim. Siz juda ham xursand bo'lasiz. Yoki hatto bu uni vizualni ko'rsa ham juda xursand bo'lasiz. Shu menga rosa ilhomlantirgan. Ya'ni birinchi marta endi ITga kirib kelayotganimda, keyin o'shundan boshlab qiziqib qolganman. O'zi IT nima? Polni keyin Garvardda kurslarni ko'rib chiqaman. Garvardda ham boshqa top universitetlarni ham darslari bor, o'zi free darslari ham bor. Siz pul to'lab sertifikat oladigan darslari ham bor. Juda ham ko'pchilik biladi bu haqida. Darslarni keyin ko'rishni boshlaganman, IT haqida o'rganishni boshlaganman. Как раз o'sha paytlarda men rosa qiziqardim. Grantlar, scholarship o'sha narsalarga juda qiziqardim, chunki imkoniyatligi o'ch odam bo'lganman. Sindrom отличника xuddi shunaqa ishlaydi. Ya'ni siz постоянно harakat qilasiz. Eng zo'ri bo'lishni xohlaysiz. Uch qo'yishsa ham, yo'q, men isbotlab qo'yaman desda, yana harakat qilasiz. Shunaqa. Xuddi shu sindrom отличника menda to'g'ri o'sha paytda yomon narsa bo'lgandir. Tipi maktab paytida постоянно 5 baho qanaqadir psixologik yaxshi narsa emasdir, lekin o'sha narsa hayotingiz davomida baribir yaxshi pozitivniy rol o'ynagan joylar ham juda ko'p bo'ldi. Mana shunaqa qilib turib IT yo'nalishiga sekin-sekin kirib kelganman. Juda ham menimcha motivatsion javob bo'ldi. Chunki o'shanda 15 yosh bo'lgansiz. Yo'q, unda o'sha 13-14 yosh bo'ldi. 14 yoshingizda o'sha matematika dars berib, o'zingiz o'rganib boshqalarga she'r qilgansiz. Endi to'liq matematika, faqatgina matematika emas. Men qaraganman, yo'lda rosa zo'r life hacklar ishlatganman. Matematikadan tashqari menda yana endi misol uchun fanlardan lek qilmayman-ku, ya'ni o'zimni kuchli his qilmayapman, ayniqsa anaqa onlayn dars bo'layotganda. Keyin men nima qilganman? Daychi deganman, angliyskiym ham juda yaxshi emas o'sha paytda. Matematikani men dars berib, o'zim ham zo'r narsani o'rganib oldim. Xuddi shunaqa narsani angliyskidan ham yo'lga qo'yganman, angliyskidan ham dars berganman-da. Men unga dars berishim uchun o'sha mavzuni to'liq o'rganib chiqishim kerak.
u mavzudan prosharinniy bo'lishim kerak. Ya'ni u mavzudan shunaqa zo'r ekspert bo'lishim kerak, u odamga yaxshi yetkaza olish uchun. Men o'zimni yaxshi o'qituvchi deb bahola olmayman, lekin men o'qituvchi bo'lishni xohlamayman. Chunki o'qituvchilik kasbini sevuvchi odamlar bor. Men o'qituvchilik kasbini ham sevmayman, lekin professional bajara olaman. Ya'ni o'qituvchilik uchun nimalar kerak? Chunki bir ikkita o'qituvchilarim, ham o'qituvchilar emas, bir ikkita o'qituvchilar bor, darsga yaxshi tayyorlanmaydi, o'zini kasbini sevmagani uchun boshqalarda yomon odzivlar qoldiradi, yaxshi opit qoldirmaydi, negativ odziv qoldiradi. Ammo o'sha narsani ko'rgandan keyin, bu menga ta'sir qilgandan keyin men hech qachon даже misol uchun kimgadir mavzu tushuntirishim kerak bo'lsa ham, men bunaqa tayyorlanmayman deganman. O'zimga qanaqadir so'z berganman, bilmayman, ahd qilganman desak bo'ladi. Shundan keyin nima tushuntirishim kerak bo'lsa yoki qayerdadir mentorlik qilishim kerak bo'lsa, qanaqa soha bo'lishidan qanday nazar, o'sha narsani birinchi yaxshilab o'rganib olib, o'zim sug'urib olib, keyin boshqa odamlarga tarqataman. Xuddi shunaqa angliyskidan ham dars berishni boshlaganimda, men bilmagan narsalarimni birinchi o'rganib, u mavzuni yaxshilab tayyorlanib, keyin o'rgatishni boshlardim, yaxshi odzivlar olardim. Bilmadim, atrofdan endi o'zimni tepadan tashqariga chiqib kuzatib ko'rmaganman, lekin meni kuzatganlar, mendan dars olgan odamlar, umuman men bilan birga partnyorsiz ishlaganlar doim yaxshi odzivni berishgan. Men o'zim ham zo'r maza qilardim, ham dars berib, ham o'sha mavzuni o'rganib olardim. Xuddi shu narsani keyin men programmirованiyada ham o'sha qo'llashni boshlaganman. Unisini podkast davomida yana gaplashib ketsak bo'ladi. O'qituvchilarni o'qituvchi kasbiga qanaqa uchta maslahat bergan bo'lardingiz hozirgi yosh avlodga yetarli bilim yetkaza olishi uchun? Yetarli bilim yetkaza olish uchun menimcha birinchi o'rinda hozirgi avlod juda ham nima desam bo'ladi? Xayollar tarqalgan. Ya'ni fokusi bitta joyda ushlab turishi juda qiyin. Hozir faqatgina zoomerlarda ham emas, bu milleniallarda ham kuzatilsa bo'ladi. Ya'ni bitta joyda xayolingiz, fikringizni bitta joyda ushlab turish juda ham qiyin. Chunki hozirgi zamonda korotkий videolar yoki sotsial setlar odamlarni ko'proq hayotidagi vaqtini olib qo'yyapti. Baribir odamlar mana shu nima desam bo'ladi, fokus terət qiladigan narsalarga ko'p vaqtimizni sarflab qo'yibmiz. Shuning uchun ham chunki nimaga? Chunki u narsa bizga ko'p dopamin beryapti-da. Biz u narsadan naslajdatsiya qilib, mazza qilib, enjoy qilyapmiz-da. Keyin fokusni kim xohlaydi 30 minut yoki 30 minut eng kami. Kim xohlaydi 3 soat, misol uchun o'tirardim 3 soat, 4 soatlab shuni naushnik taqardim, o'tirib matematika. Hozir unaqa misol ishlaydigan odamlar juda kam. Nimaga? Chunki hozir dopamin bu yoqdan emas, dopamin sotsial setlardan olinyapti. U yoqdan olinayotgan dopamindan keyin deydi, qilaman deydi, darsimni. Ana ChatGPT bor. Yozib olaman-da, misollarimni deydi. O'qituvchilarga maslahatim birinchi o'rinda interaktivniroq dars o'tish kerak. O'zini darsiga baribir, o'zini kasbini sevgan, любой odam o'zini kasbini sevsa, doim professional darajada bajaradi. Doktor bo'ladimi, o'qituvchi bo'ladimi, programmist bo'ladimi, любой sohada. O'qituvchilar birinchi o'rinda, misol uchun, interaktivniy dars o'tishi qanaqa? Qanaqadir qiziqarli prezentatsiya tayyorlab keladimi? Prezentatsiyaga moslab videolar tayyorlab keladi. Misol uchun men onlayn darslar ham olganman-da. Onlayn darslar olganimda shuni razницасini offlayn bilan sezib olganman. Nimada? Chunki offlayn darslarda, shuning uchun onlayn darsliklar va IT shkolalar, IT qanaqa desam bo'ladi? Platformalardagi maktablar ko'payib ketdi. Chunki offlayn darsliklarda ko'pincha o'quvchilar ham anaqa distraction qiladi. Distraction qilib sizni hayolingizni buzadi. Misol uchun kimdir oxirgi partada sizga qog'oz otib turibdi-da, siz qanaqa qilib dars tushunasiz? Bu narsada anaqa bor. O'qituvchilar esa interaktivniy darsni qanaqa o'tsa bo'ladi? Ular prezentatsiya tayyorlab kelsa bo'ladi. Ular har xil nima desam bo'ladi? Bitta mavzuga oid har xil istochniklardan har xil istochniklardan kerakli bo'lgan ma'lumotlarni topib kelsa bo'ladi. O'sha bola qiziqarliroq dars o'tish uchun faqatgina kitobdan emas, kitobdan tashqari ustozi o'zi ham unga tayyorlanib prezentatsiya qilib bersin, videolarni qo'yib bersin, rostdan urush qanaqa bo'lgani, Вторая мировая война, ya'ni ikkinchi jahon urushi qanaqa bo'lgani, misol uchun
bolalarga qiziq emasmi? Qiziq ularga, lekin siz ko'rsatmasdan faqatgina kitobdan mana shunaqa bo'lgan bolalar deb turib o'tib ketsangiz, ular hech qachon tasavvur qila olmaydi. Agar videolar bilan u narsani, istochniklar bilan ko'rsatib, yana ham bo'lib interesniroq qilib, o'zining tajribalari yoki o'zini kimnidir edi, misol uchun jahon urushida qatnashgan bo'lsa, o'shalarning tajribalarigacha aytib bersa, u bolaga hatto esda qoladi. Eng kamida bolani esda qoladi. Men mana shu jahon urushida nima bo'lganini bilaman, chunki meni ustozim ham narsani aytib bergan deya oladi. Men o'qituvchilarga maslahatim shunaqa o'tsa darsi bo'lay yaxshiroq bo'ladi. Lekin hozirgi zamonda endi sun'iy intellekt paydo bo'ldi. Sun'iy intellekt o'qituvchilik kasbini ham egallab tasholmaydi-yu, lekin o'qituvchilar uni orqasidan ham u bilan ham birga hamkorlikda ishlasa, yana ham rivojlantira oladi, o'zini keyingi darajaga bosqichga olib chiqa oladi. Garvard universitetini darslarni o'rganmadi deysiz. Shunda dasturlash tillari bo'yicha ham o'rgansiz? Dasturlash tillari bo'yicha dars olmaganman. Menda CS50 yetarlicha menga ancha yaxshi dars bo'lgan. Undan keyin dars olishim menda IT ga birinchi kirib kelish, oson computer science, undan keyin Python ni o'rganganman ozgina, lekin men Python o'rganayotgan paytimda ozgina qiyinchilik bo'lganda, keyin u bo'yicha o'zimga partnyor topganman, birga o'qib rivojlanishga, lekin baribir srazu men Python ga kirib ketishim menda ozgina qiyinchilik tug'dirgan, chunki menda mentorim yo'q edi. Mentoringiz bo'lmasa, любой sohada bu yoqdan kirib chiqib yurasiz-da, siz bitta направлениеga bundoq jo'natib yorib, baribir nima ham bo'ladi. Siz mana bundoq daraxtsizda, agar u daraxt har yoqdan o'sib ketaversa, o'sib ketaveradi. Butalab turadigan odam mentor hisoblanadi. Любой sohada. Butalab turadigan odam topmagunimcha men qiynalganman. Keyin как раз o'sha paytda nima bo'lgan, men scholarship chiqqan, grant chiqib qolgan. IT Parkka grant chiqqan, shu nimalar bo'yicha, kurslar bo'yicha grant e'lon qilgan. Birinchi 2022-yilda, 21 oxirimda shunaqa paytlar topshirganman. Keyin bir nechta bosqichlar bo'lgan, intervyu bo'lgan, matematika, psixologiya, nimadir tillardan savol-javoblar qilishgan. O'sha u bosqichlardan o'tib bo'lganimdan keyin dasturlash o'rgatishni boshlashgan bizga. HTML, CSS dan u eng nima desam bo'ladi, bazaviy fundamenti hisoblanadi. Bu programmirованiyani umuman uni o'rganganimizdan keyin bizga JS o'rgatishgan. Front-end razraботчиклар JS ishlatishadi. Endi har xil tillarni ishlatishadi. JS bilan misol uchun qanaqadir veb-saytlar, landing page'lar, boshqa narsalar yasashadi. Biz shu narsani o'rganganmiz. Kursimiz o'zi 8 oylik bo'lgan, lekin men 3-4 oyda bu narsani complete qilib tugatib, o'zi menga qiziq bo'lmagan u yoqdan dalshi davom ettirish. Chunki men programmirованiyada hadeb ani ichiga kirib ketaversam, kirib ketayotdimki, lekin men bundoq out of the board, ya'ni out of the box chiqmayotgandim. Korobkani ichida o'zimni yomon his qilyotdim. Chunki menda u yoqda qanaqadir faqatgina o'qishdan tashqari nimadir interaktivniy narsalar yo'q edi. Bizni misol uchun jamoaviy qilib ishlatishmasdi, boshqa qilmasdi. Bizga faqatgina mana shu dars bo'lgandan keyin men 3-4 oyda u yoqdan nima qildim, zerikdim, o'rgangan narsalarimni o'rgandim. Dalshi men endi o'zim ustimda o'zim ishlayman dedimda, bo'ldi. Menga mentor mana shu joyda kerak edi, men направление berish kerak edi, bo'ldi. U yog'iga o'zim ishlayman dedim. Ketdi dalshi, o'zim ishlashni boshladim. Keyin hackathonlar paydo bo'ldi. Shu paytlarda hackathonlarga ariza tashlab, hackathonlarda qatnashni boshladik. Shu paytda menda endi liderskiy kачестволарim ancha yaxshi bo'lgan, chunki ko'p starsda bo'lganman, maktabda ham, bog'chada ham. Bu narsa menga ancha yaxshi nima qilgan, ta'sir qilganki, men hackathonlarda doim liderskiy pozitsiyadan olardim-da, jamoani birlashtirardim. Hackathon o'zi nima degani aytgancha, hackathon bu shunaqa qisqa muddatli dastur. Bu dastur ichida siz o'zingizni ideyangizni dastur sifatida ishlab chiqib, prezentatsiya qilib, investorlarga yoki umuman hakamlar hay'atiga prezentatsiya qilishingiz kerak bo'ladi. Biz xuddi shunaqa nima desam bo'ladi, dasturlarda qatnashganmiz. Yig'ganman jamoalarni, yig'ib birgalikda ishlab, nechtasidan misol uchun yutqizganmiz. Buni bemalol ayta olaman, chunki yutqizish bu o'rganish. Yutqizishdan hech qachon orlanmaslik kerak. Yutqizish bu o'rganish. Yutqizganmiz, keyin yutganmiz, yutqazish orqasidan yutish keladi. Ammo yutishga lekin srazu chiqib qolmaganman. Bitta yutqizish ertasiga yutish bo'lib qolmagan. U yoqda o'rgangan eng katta darsim, hayotiy darsim bu feedbacklar ustida ishlash. Feedback degani bu sizga berilayotgan izoh. Misol uchun sizga kimdir
endi izohi ham har kim hamma odamdan olmaysiz-da, kerakli, lekin odamlardan o'zini vaqtida olish. Jurilarda masalan. Misol uchun, jurilarni ham lekin hammasini olmaslik kerak. Menda hakatonda nima bo'lgan? Hakatonda peshqib chiqqanimizdan keyin bu ideya umuman to'g'ri kelmaydi. Misol uchun menda qanaqa qilish kerak edi deb turib aytishganda, men premoyga u izohni qabul qila olmaganman. O'zimning adresimga bo'lgan izohni qabul qila olmaganman. Nimaga? Chunki men izohlarni qabul qilib, uni ustida ishlash bo'yicha skillim yo'q edi. Ya'ni uni ustida ishlash bo'yicha menda unaqa navikim bo'lmagan. Shuning uchun men bu izohni menga berilayotgan izohni men negativ qabul qilganman-da, yo'q deganman, qabul qilmaganman. Ya'ni u bergan izohni qabul qilmaganman. Ertasiga, ya'ni keyingi hakatonda yana xuddi shu narsa bilan borganman. Yana xuddi shunaqa feedback bilan qaytib kelganman. Yana ustida ishlamaganman. 3-4 ta faillardan keyin Ozoda to'xta deganman. Senga berilayotgan izoh, bu senga negativniy nimadir bermayapti. Seni ertaga negativniy bergani bilan qani sen o'sha odamni ko'ryapsanmi deganman-da. Значит, negativniy emas. Agar negativniy bo'lganda o'sha bittasida fail bo'lardi, ikkinchisida success bo'lardi deganman. Значит, bu negativniy emas. Nimadir kamki, to'g'ri narsani aytayotdiki, shu narsani ustida ishlashim kerak. Muvaffaqiyat kaliti o'z ustida ishlash. Da. Keyin men nima qilganman? Shu narsani anglab, tushunib yetganimdan keyin uni ustida ishlab, pitchlarimni to'g'irlab, ideyamni to'g'irlashni boshlab, u ideyani bittadan search qilib, u ideyani ustida ishlashi, u ideyani qanaqadir kichkina metrikalar qilishni boshlaganimdan keyin keyingi hakatonlarda уже success ketgan. O'sha joyda men tushunib yetganmanki, значит deganman, hayotda ham xuddi shunaqa. Sizga misol uchun hayotingizda ota-onangiz, yaqin bo'lgan odamlaringiz yoki juda ham shunaqa hayotingizda odamlar bo'ladi, ularni siz misol uchun ustozlaringiz boshqa ko'rmaysiz hayotingizda, lekin sizga bitta feedback beradi. Ustozlaringiz ham misol uchun, lekin sizga bitta feedback beradi. O'sha feedbackni hayotingizga tatbiq qilsangiz, gullar ketadi hayotingiz. Da, tatbiq qilishi ustida lekin ishlashingiz kerak bo'ladi. Chunki har doim ham odam o'ziga berilayotgan izohni qabul qila olmaydi. Yo'q deydi, men bu izohga loyiq emasdim deydi. Bu noto'g'ri izoh menga berildi deb o'ylaydi. Menga to'g'ri kelmaydi, meni avramga to'g'ri kelmaydi deydi. Uni ustida ishlamaydi, keyin baribir o'sha joyga yetib keladi. O'sha joyga yetib kelganda, deydi, o'zi tushunib yetadi, keyin o'zi ustida ishlashni boshlaydi. Juda ham menimcha hamma uchun foydali bo'lgan o'zingizga hayotiy darslaringizdan bo'lishdingiz biz bilan. Hozirgi menga juda ham qiziqtirayotgan narsa, hakatonlarda qatnashganda уже necha yosh edingiz? Hakatonlarda qatnashib boshlaganimda 15 yosh edim. 15 yosh edingiz. Birinchi boshlagan hakatonlarimiz. 15 yoshli qiz уже hakatonlarda qatnashib, komanda yig'ib va yutishni boshlagansiz. Da, hakatonlarda qatnashib boshlaganmiz. Keyin birinchi ilmiy ishimizni o'sha 15-16 yoshida qilganman. U ham nimadan kelib chiqqan? U ham hakatonda yaralgan ideya. Hakatondan oldin esa o'sha grantlarga qiziqqanim sababli menda juda ham ishtiyoq baland bo'lgan O'zbekistondagi ekologiyani o'rganishga. Men endi ITga kirib kelayotganim sababli hamma narsani raqamlashtirishga ishonardim. Chindan ishonardim. Chunki men o'ylardim, qachon zamon keladi, qachonki shunaqa vaqtlar keladiki, hamma narsa raqamlashadi, hamma narsa sifrovizatsiya bilan bir xil ketadi deganman. Shunaqa o'ylardim, his qilardim. O'sha paytda har bitta sferani o'rganib ko'rish va o'sha joyda ITni tatbiq qila olamanmi yoki yo'qmi degan savolga javob berish menga qiziq bo'lgan. Amerikanskiy posolstvoni ekology bo'yicha, umuman ekologiya O'zbekistondagi va dunyodagi jahon ekologiyasi bo'yicha va O'zbekiston ekologiyasi bo'yicha darslarni e'lon qilgan. Apply qilganman, ya'ni ariza topshirib o'tganman, scholarship yutib. Keyin o'sha joyda umumiy O'zbekistondan polni metrimiz zo'r odam bo'lgan, polni o'rgatishni boshlagan, ekologiyani har bitta ido hamma joyini o'rgatishni boshlagan. Qanaqa misol uchun hozir bizda global isish qatdan kelyapti, nima sababli, nimalar bizni qirilib ketishyaptiki, bu narsa kuchayib ketsa, o'sha dunyoda janglar boshlanadi. Suv janglari boshlanadi. Misol uchun aholiga suv kerak bo'ladi. Suv undan qimmatlashib ketishi mumkin. O'sha narsalarni hammasini tushuntirib boshlaganda O'zbekistonda qurib borayotgan Orol dengizi haqida izlanishlar qilganmiz. Keyin umumiy O'zbekistondagi bor zavod, fabrikalar haqida izlanishlar qilganmiz. Eng ko'p chiqindi chiquvchi zavodlar bor yokida filtr ishlatmasdan haligacha
yoki filtrni alishtirmagan, eski filtrlarda qolib ketgan filtrlar ishlatmasdan ham ishlayotgan, faoliyat yuritayotgan yoki filtrlari eskirib ketganda yangi filtrlar o'rnatish kerak bo'lgan zavodlar bor. O'sha joylarda, misol uchun, havoga ta'sir qiluvchi zaharli modda qismlari chiqadi o'sha joylarda. Biz o'sha narsani o'rganishni boshlaganmiz. Даже komandalarimiz borib turib Qoraqalpog'istonga borib o'rganishlar qilishgan. U yoqda saksovulda ekib kelganmiz biz, chunki saksovulda bilasiz, Qoraqalpog'istonda hozir polniy solenost ketgan, ya'ni tuzlanish ketgan. U tuzlanish o'sha bolalarga ham ta'sir qilyapti, kelajak avlodimizga ham ta'sir qilyapti-da. Ya'ni qanaqadir nuqson bilan dunyoga farzand keltirishni hech qaysi ona xohlamaydi, lekin afsuski mana shu tuzlanish oqibatida baribir bu narsa ta'sir qilyapti. Xuddi shu narsani yechish uchun, misol uchun hozir saksovul ekishyapti olimlar deydi, lekin u narsa ham yechim emas-da, undan tashqari ham yechimli bo'lishi kerak. Bu suvni biz saqlab qolishimiz uchun. Keyin biz o'sha как раз o'ylaganmiz, nima qilsak bo'ladi. Birga komandamiz bilan o'ylaganmiz. Men bitta kattaroq challenge-ga unda nima qilgandim, tashlagandim. Men eng katta global hackathonlardan bittasi, yoshlar uchun ham eng yaxshi hackathonlardan bittasi The New York Academy of Sciences bor, Moonshot Pirates bor, juda ko'p hackathonlar bor. Mana shu ikkalasida eng esda qolarli, yutgan va hozirgacha ambassador bo'lib kelayotgan, programmalarga yordam berayotgan, O'zbekistondan hackathonga qatnashuvchilarni yig'ib olib borayotgan odam hisoblanaman hozir. O'sha ikkalasida misol menda zo'r opit bo'lgan. Moonshot Piratesda biz birinchi ideyani o'zini xom ideya bo'lgan, u uglekislый gazdan kislorod ishlab chiqarish mumkinmi degan savolga prosta javob berish uchun xom ideyani prodvigatsiya qilganmiz. Lekin bizga yomon o'rin berishmagan, yaxshi natija olganmiz, lekin biz yaxshigina feedbacklar ham olganmiz u ideyani prodvigatsiya qilishga. Keyin o'sha The New York Academy of Science ga kirganimda, bu yoqda men o'rgangan climate science-dan tashqari biotexnologiya bo'yicha izlanishlarni ko'rib chiqdim. Men umuman yangi soha, bunga baribir bu sohani qaysidir ma'noda bog'lanadigan joylari juda ko'pda. Chunki siz texnologiya yaratsangiz, faqatgina uglekislый gazdan kislorod ishlab chiqarishga emas, odamlarga ham foyda bo'lish uchun va umuman tabiatga foyda bo'lish uchun har narsada o'zining foydasi bo'ladi. Xullas, men shu biotexnologiya fanini o'rganishga yo'l qo'ydim. Xullas, hackathon davomida endi men 6 oy davomida biotexnologiyani umuman noldan boshlab o'rganishni boshladim. O'rganish boshlagandan keyin baribir bu yoqda ham mentor kerak bo'ladi. Bizga bu yoqda zo'r mentorlar joylashtirilgan. The New York Academy of Science-da top mentorlar bor, MIT-dan ham bor, Harvarddan ham bor. Eng top mentorlar. U qaysi universitetdan bo'lishi yo'qda juda ham muhim emas. Asosiysi u mentor nima ishlar qilgan, qanaqa ilmiy ishlar qilgan, nimalarga erishgani muhim. Undan tashqari bizda Egiptdan bitta mentorimiz ham bor edi, Misrdan. U ham shunaqa kuchli mentor edi. Uni men backgroundini o'qib rosa hayron qolganman. Xuddi bizga o'xshagan texnologiyani boshqa produktlarda ishlab chiqqan, successfully ishlagan, launch ham qilgan, 200 ming dollarga pullab sotgan ham kerak bo'lsa loyihalarni litsenziyasi bilan. Shunga o'sha odam ham bizga rosa ko'p направлениялар bo'yicha ancha yordam bergan. Biz ancha ko'p bir xil joylarda qiynalayotgan joylarimizda, formulalar topolmayotgan joylarimizda yordam bergan. Xullas, bu joyda endi men sekin o'sha ideyani rivojlantirishni boshladim. Uglekislый gazdan, ya'ni karbonat angidriddan qanday qilib kislorod olish mumkin. Bu narsani har xil yo'llar bilan qilsa bo'ladi. Bir xil tanishlarimiz bor edi, so'l bilan ham, даже tuz bilan ham harakat qilib ko'rishgan odamlar bo'lgan. Ichiga har xil moddalarni qo'shib turib, cheres olishga harakat qilib ko'rgan odamlar ham bo'lgan. Lekin eng oson yo'lni biz o'yladik. Qanaqa eng oson yo'l bilan olsa bo'ladi? Eng oson yo'lni biz cheres suv, ya'ni suv orqali uglekislый gaz suv bilan reaksiyaga kirishganda suv anaqa ajraladi, kislorod ajraladi. Qachonki endi gradus bu yoqda gradusi anaqa tepa pastligida, haroratida issiq yoki baland yoki pastligida razницasi bo'lishi mumkin. O'sha joylarga e'tiborliroq bo'lish kerak. Suvni qancha miqdori bor, qancha uglekislый gaz olyapti, texnologiya o'sha narsa joylari bor.
Lekin hammasini o'zi joyiga qo'ysangiz, misol uchun uglekislot gazi qancha kirayotganda 33 gradusmi, umuman normalni anaqa xona haroratidagi gradusmi. Xullas biz o'sha joylarni har xil eksperimentlar qilib ko'rdik. Undan biz boshida ola olmadik, suvdan biz kislorod ola olmadik, graduslarni o'zgartirib ko'rdik, mentordan har xil fikrlar oldik. Uning ustida ancha ishladik, 6 oy vaqtimiz ketdi va oxiri biz kislorod ola oldik. O'zbekistonda emas, O'zbekiston laboratoriya sharoitlarida, endi maktab sharoitlarida bunga juda ham ko'p ruxsat berishmaydi. Eksperimentlar qilib ko'rishingizga bir marta ruxsat beradi, ikki marta ruxsat beradi. O'sha kattaroq eksperiment qilishingizga albatta ruxsat bera olmaydi. Laboratoriya anaqa katta dotsentlar, uchonlar uchun laboratoriya markazi bor. Bu yoqqa ham kirish juda qiyin. Hozir endi tanishlarim bor u yoqdan. Xohlagan paytda aloqaga chiqib, mana shunaqa ilmiy ustida ishlayapman, turib chiqsam bo'ladi, lekin o'sha paytda tanishlarim bo'lmaganligi sababli men qiynalgandim. Anaqa razрешение ruxsat olishga. Ikki hozir yana boshqa lablar bor, misol uchun anaqa private schoollarda, частный shkolalarda yoki shunga o'xshagan markazlar bor. Ozarbayjon, O'zbekistonda ochgan markazi bor sistem bo'yicha. O'sha joylarda endi lablar ochilyapti. Ya'ni katta misol uchun eksperimentlar qila olasiz qo'lingiz bilan. Endi hamma narsa безопасность merkalarini saqlagan holda. Xullas bu ideyamiz ishlagan qayerda? Qozog'istondan meni teammate'larim bor edi. Yana Hindistondan teammate'larim bor edi. Eng katta eksperimentni Hindistondagi maktabda laboratoriyasida qilib ko'rgan. O'xshagan. Biz juda ham nerealni holatda bo'lganmiz, shokka tushib qolganmiz. Realni o'xshadimi yo'qmi? Bu ideyamiz juda stromniy ko'rinmoqda. Ishonmaymiz, o'zimiz ham ishonmaganmiz, shuncha o'xshamagan narsa bitta oxirgi anaqasiga kelib, chunki o'sha pitchga tayyorlanayotgandik. Pitch qilishimiz kerak edi. Pitch qilganmiz, ideyamiz yoqqan. Bizga birinchi investitsiyani MIT olimlarining o'zi, to есть bizni podдержка qilayotgan mentor o'zi MITda dars beradigan odam bo'lib chiqqan. Juda ham kuchli odam bo'lgan va u yoqda The New York Science juda ham ko'p shunaqa mentorlarni backgroundi kuchli odamlar ko'p edi. Bizga podдержка qilgan, men yordam beraman, давайте любой paytda misol uchun aloqaga chiqib, bemalol murojaat qilib, so'ravringlar degan, keyinchalik proyektni rivojlantirmoqchi bo'lsanglar, menga aloqaga chiqinglar, birga qilamiz degan. Keyin o'sha proyekt bilan Женщины в атомной отрасли degan juda ham katta organizatsiya bor. Bu Amerikada asos solingan organizatsiya. Women in Nuclear degan katta organizatsiya. Xuddi shuni Rossiyaga birinchi olib kirishgan Kolba agentsiyasi orqali va o'sha joyda birinchi Rossiya va Osiyoni umumiy xotin-qizlari Женщины ученые направлениясida xotin-qizlarni saralab olib, har bir termin ishlarni o'rganib chiqib, qilgan ishlarini o'rganib chiqib, ularga nimalar berishgan, nagradalar berishgan. Men ham shularning qatorida bo'lganman. Men ham juda ham shokda bo'lganman, chunki o'sha paytda 15 yosh bo'lganman. Umuman ishonmaganman bu nagradani olishimga. Men prosta ko'zimni yumib ariza topshirganman. Intervyu 3-4 marta intervyu qilishgan, chunki birinchi intervyuda birinchi personal meni shaxs sifatida tanishsa, ikkinchi intervyuda o'sha proyektim, uchinchi intervyu proyektda dars o'rganish, o'zlari o'rganib chiqishadi. Men undan tashqari qilgan ishlarim, qatnashgan hakatonlarim, yutgan prizlarim, hamma narsani o'rganib chiqib, taroziga qo'yib, boshqa ayol qizlarni ham o'rganib chiqib, keyin backgroundi unikal bo'lgan odamlarga ular o'sha nagradani berishni boshlagan, premiya. Men nagradani premiya Kolbani olganman. O'shanda 2023-yilida birinchi marta eng birinchi sayohat qilgan davlatim ham o'shanda Rossiya bo'lgan, Moskva shahriga uchganmiz. 15 yoshimda o'sha O'rta Osiyodan birinchi o'sha Женщины направление STEM bo'yicha nagradani olganman. Mendan tashqari Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istondan bo'lishgan. Shu ilmiy tadqiqotni o'sha 15 yoshingizda qilgansiz. Hozirgi paytda yaqinda PhD qilgandik. O'shanda bizlarni bilan o'qiyotgan, tadqiqot olib borayotgan ko'pgina talabalar, tadqiqotchilar qanday qilishni bilmaydi. Nima qilishni bilmaydi, maqolani qayerdan o'qishni bilmaydi, tadqiqot nimadan boshlashni bilmaydi. 15 yoshli Ozoda buni qanday qilib bilgan? Men rostdan juda ham researcher edim. Nima desam bo'ladi, bu narsa har bitta odamda bazaviy skill deb o'ylardim. Mendan kelib turib juda ham oddiy narsalarni so'rashsa, jahlim chiqib ketardi.
nimaga просто Google ochib bu narsani o'rganib olish shunaqa qiyinmi deb o'ylardim. Men chunki shunaqa odam edimki, menga nimadir aytishdi, men bilmaymanmi, men bu narsani o'zim o'rganishim kerak. Chunki menda sindrom отличника-ku baribir. U narsa menga hayotimga ta'sir qilganda, yo'q, bu narsani bilishim kerak. Nimaga bilmasam o'tib ketishim kerak? Nimaga degan savolga men постоянно javob qidirardim. Chunki men yaxshi searcher bo'lganman, researcher bo'lganman deb o'ylayman. Ya'ni researcher bu qanaqa ilmiy ishlar qilishda emas, просто yaxshi izlanib o'sha narsani o'rganishda men o'zimni qanaqadir yaxshi otsenirovать qila olaman hozirgi anaqamda. Chunki juda ham ko'p yutuqlarim yoki juda ham ko'p narsalarga aynan shuni orqasidan erishganman. Hozir ishlayotgan направлением ham xuddi shunaqa направленияda. O'sha paytda misol uchun men ham bilmaganman. Hech kim onani qonidan tug'ilib, sразу hech narsani bilib tug'ilmaydi. Tadqiqotlar bor, onlayn o'rganib chiqsangiz bo'ladi. Ochiq tadqiqotlar juda ham ko'p. U yoqda har bitta, misol uchun men shunaqa tadqiqotlarni o'qiganman. Soatlab vaqtim ketadi. Kunlab ham vaqtim ketgan. Oylab bitta so'zni oylab tushunmasdan yurgan vaqtim ketgan o tadqiqotlarni o'qib. Chunki bizda как раз o'sha hakatonga qatnashib просто priz olish emas. Hakatonda qatnashib realniy birorta bilim olishim kerak. Biotexnologiya menga yangi bo'lgani uchun u yoqdagi o'rganayotgan har bitta terminlarim juda ham meni qiynagan. 10 soatlab, 15 soatlab vaqtlarim ketgan bo'ldi. Bitta termin yozib qo'yadi. U terminning asosida qancha narsa yotadi, siz o'rganishingiz kerak bo'ladi. Maqolalarga bitta qaysidir boshqa maqolaga ссылка qo'yishadi. U maqolalarni o'qib chiqishingiz kerak. Bittagina so'z qoldirib. Ya mayli, scientific kitoblar bor. Men o'ylayman, eng zo'r kitoblar scientific deb. Даже художественная literatura yoki boshqa narsalarda men juda ham ko'p narsa o'rgana olmayman. Bir xillari sizni depressiyaga tiqib boradi. Misol uchun Dostoyevskiy yoki boshqa narsalarni o'rganasiz. To'g'ri, siz hayotiy nimadir o'rganasiz, lekin immunitetingiz hosil bo'lmagan bo'lsa, kitoblarni o'qib siz faqatgina negativniy narsa olasiz xolos. Birinchi o'rinda immunitetni ustida ishlash kerak. Lekin men o'ylayman, hayotimdagi eng har taraflama pozitiv va menga juda ham faqat poleznost olib keladigan kitoblar bu scientific kitoblar. Shuning uchun men ko'proqgina scientific narsalarga ishonaman. Kolba forumi davomida birinchi o'sha O'rta Osiyodagi premiyani O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'istondagi delegatsiya olishdi. Shularning ichida men ham bor edim. Unda 15 yosh edim. Men birinchi uchgan shahrim Moskva bo'ldi. Hozir bizani ota-onalar ham eshitib turishibdi va o'zini 16 yoshli farzandlarimga albatta siz bilan solishtirishadi va aytishadiki, ko'rdingmi deyshadi, Ozoda shunaqa narsaga erishibdi, 15 yoshda hakatonda qatnashibdi, 16 yoshda Moskvaga borib yutib ketdi deyshadi. Shunaqa solishtiradigan va farzandlariga ba'zi bir nuqtai nazardan bosim o'tkazadigan ota-onalarga qanaqa qaraysiz va nima degan bo'lardingiz? Men bunaqa fikrlashga to'g'risi juda ham qarshiman. Chunki har bitta odamning o'zining unikal istoriyasi bo'ladi, o'zining unikal tarixi bo'ladi. Agarda meni ham ota-onam solishtirmagan emas. Biz baribir o'zbek oilada tug'ilganmiz, hamma o'zbek traditsionniy oilada tug'ilgan oilada shunaqa bo'ladi. Baribir sravnit qiladi, qo'shnining qizi bilan ham sravnit qiladi. Mana shunaqa deb. Lekin men keyinchalik bu narsani ustida o'zim darabotka qildim. Bu psixologik menga travma bo'lib qolmasligi, har doim o'zimni kimdirlar bilan solishtirib yurmasligim uchun nima oldim? Menga bitta ustozim aytdi, Ozoda dedi, har bitta odamning o'zining tarixi unikal. Men bu narsaga ishonishni boshlaganimdan keyin men o'zimni shu darajaga yetkazdim. Juda ham katta millioner odam shunaqa narsa aytibdi. O'zi har bitta odamning istoriyasi unikal degan narsani prodvigat qilyapti. Misol uchun, meni ham tarixim o'zi unikal. Menda ham bir chiqishlar har doim chiqish bo'lmaydi. Tushishlar, u siz ko'rayotgan sukseslarning orqasida mashaqqat bilan erishilgan yoki uxlamasdan sarflangan kunlar, tunlar ko'rinmaydi. Necha soatlab o'tirib, bitta notebook to'g'risida o'tirib, bitta narsa o'xshamasdan yig'lab o'tirib, o'sha narsani o'xshamagungacha qilmagan tunlar ko'rinmaydi hech kimning ko'ziga. Uning orqasidan necha marta fail bo'lgan, doim yiqilgan hakatonlar hech kimning ko'ziga ko'rinmaydi. Faqatgina success ko'rinadi. O'sha joyda aytib o'tmoqchiman ota-onalarga ham, bola baribir biz dunyoga birinchi marta kelyapmiz. Siz ham, biz hamda umuman olganda biz bilmaymiz qanaqa yashashni. Biz bu strukturani umuman bilmaymiz. Biz o'zimiz bu narsani ishlab chiqaramiz va bu o'zimizni hayotimizga keyin tatbiq qilamiz. Shuning uchun ham prosta ishonch bering bolangizga, qanaqa направлениyadan ketishidan qat'iy nazar. Voy, sen
vrach bo'lmaysan, mana ITni o'rgan, yaxshi pul topasan, ITga направляться qilmay unaqa qilib. Ichida passion bo'layotgan odamni, ichidan yonayotgan odamni hech qachon so'ndirib qo'ymaslik kerak. Balki sizni bolangiz hozircha 5 yilda hech narsa erishmayotgandir, lekin keyingi 5 yilda balki yorvorardir butun dunyoni. Xuddi shunaqa narsa-da bu. Umuman odamzod shunaqa ishlaydi. Har doim sizda faqat cho'qqi bo'lmaydi. Necha marta chiqib tushish bo'ladi. Oddiy hayotda ham, misol uchun, pulingiz bo'lgan paytlar, pulingiz bo'lmagan paytlar, ishlayotgan payt, ishlamayotgan payt, sizga ishingiz o'xshayotgan payt, ishingiz o'xshamayotgan payt, oilada ham har doim yaxshi munosabatdasiz-ku. Bir kun janjal bo'ladi, bir kun urushasiz, bir kun talashasiz, bir kun xursand, hamma anaqa xursand chaqchaqlashib o'tiradi. Bir kun hamma o'zi bilan o'zi band o'tiradi. Xuddi shunaqa narsa-da hayotda ham. Men o'ylayman, bir-biri bilan solishtirib, har doim men bu narsaga erishdim, sen hech narsa qila olmayapsan deb uni nima desam bo'ladi, ishonch bermasdan unga nabarat ishonch qanotlarini bunaqa so'rib olish, battar bola o'zini qobig'iga o'ralib olib, dunyoga prosta o'zini ko'rsatgisi kelmaydigan bola darajasiga olib kelib qo'yadi. Xuddi shunaqa bola keyin rivojlanib odam bo'ladi. Misol uchun kattaroq odam bo'ladi, o'sha paytda ham potensialni bilib turadi. Voy deydi, men agar ozgina rivojlansam, undan ham zo'r bo'lib ketardim. Menda shunaqa bilimlarim bor, agar ko'rsatsam xalqqa bundan ham zo'r bo'lib ketardim deydi. Prosta u odamda ozgina ochilganda, ochilish anaqalarini yopib qo'ygan, quvurlarni yopib qo'ygan. Shunaqa demotivatsion mana shunaqa gaplar, unga ishonchsizliklar, uni ochilish nimalarni yopib qo'ygandan keyin, potensialni yopib qo'ygandan keyin, u doim o'ylaydi, har doim shuna o'tib ketsam bo'lardi. Menda shunaqa potensialim bordi. Turib battar yopilishni boshlaydi. Undan ko'ra ishonchsizlik bergandan ko'ra, prosta 2-3 ta quruq gap bo'lsa ham ishonchli, ishonchini yana ham ko'taradigan, kayfiyatni ko'taradigan, potensialiga kuch qo'shadigan gap bergan yaxshi. Bolam, sen buni eplay olasan. Men senga ishonaman. Qani nima qilyapsan o'zi, nima bilan shug'ullanyapsan, nima o'rganding bugun bog'chada yoki maktabda? Keyin birga shug'ullanamiz deb ozgina o'zini oldiga o'tirib, baribir ota-ona rivojlantirishga yordam berishga, chunki ota-ona birinchi odam bola ko'radigan. Ota-onadan bola o'rganadi. Bola ham misol uchun, "Vo, meni ota-onam unaqa deb turib boshida quloq solmaydi." Lekin shunaqa vozrasga yetib keladi, 40 yoshga yetib kelganda, "Voy, meni ota-onam to'g'ri qilgan ekan" deydi. Mana shu joyda to'g'ri qilgan ekan. Meni ota-onam o'sha birinchi zarplata olayotgan paytda qiynalib ishlagan ekan deydi. Bola tuqqan paytda qiynalib bola qilgan ekan deydi. O'sha har bitta stepdan, ota-onasi o'tgan stepdan o'tgandan keyin bola o'sha tushunib yetadi o'zini paytda. Lekin unda kech bo'ladi. Shunga bola ham, ota-ona ham tushunib yetishiga kech bo'lmasligidan oldin ota-ona baribir zerkalo anaqa bolasi uchun dunyoni ko'rsatib beradigan zerkalo. Dunyoni qancha unga pozitiv, qancha unga bilimga chanqoq qilib turib o'stirsa, xuddi shunaqa bola ham unga xuddi shu narsani ota-onaga qaytaradi. O'zi bir necha yillardan keyin xuddi shu narsani qaytaradi. Siz bilan gaplashganimizda adam uyda narsalar to'g'irlardilar, ulardan ko'rib, keyin men ham xolodilniklarni to'g'irlaganman deb aytgandingiz. Shunda ota-ona nima qilganini qarab, bolalar o'rganadi. Ularga solishtirib, "Men buni qarab, mana bunaqa bo'pti" degandan ko'ra, o'zi shu ishlarni qilsa, uyda bolalar baribir o'shanga qarab o'rganadi deb o'ylaymiz. To'g'ri. Misol uchun, odamlar har xil narsalarni qanaqadir ishdan tashqari o'zlari shug'ullanib, xolodilnik to'g'irladilar yoki o'zlari mexaniklik qiladilar. Hech qachon biz mexanik chaqirmaganmiz-da. Ularga qiziqib baribir men ham o'rganardim, menga qiziq tuyulardi. Men necha marta televizorni sindirib olgan, paytlarim ham bo'lgan, qimmat televizor tushirib olgan paytlarim ham bo'lgan. Lekin menda misol uchun, "Ota-onam, mana sen mana shunaqa qilding, mana sen itsan" yoki shunaqa so'qishlar bo'lmagan, qo'pol qo'yayotgan, to'g'risi. Aytishgan, to'g'ri, bu narsa noto'g'ri qizim deb turib tushuntirishgan, lekin men uni chinit qilishga ham harakat qilganman. Misol uchun uni o'sha televizorni to'g'rilashga ham harakat qilganman-da. Necha marta nimadir buzilib qolsa, o'zim to'g'rilashga harakat qilardim. O'zim yaxshi boshqarardim, televizorni ham, anaqani ham, mikrovolnovkani ham boshqa narsani. Shundan keyinchalik menga yaxshi ishonishardi. Boshida endi sindirib boshqa qilganimda, misol uchun, o'sha paytda misol uchun, "Yo'q, sen qilma" deb turib, umuman o'sha narsaga qo'lim tekkizmaydigan darajada urib yoki so'kishganimda, balki men u narsalarni qilmasdim-da, u menga navikam bo'lib esimda qolmasdi. Hozir siz IT yo'lingizni aytib o'tdik va bu yo'lda siz dasturlash, ya'ni Python o'rgangansiz, JavaScript o'rgangansiz, biotexnologiyani o'rgangansiz. Dasturchi degani bu dunyoni har xil yo'nalishda o'zgartira oladigan inson deganimi? Nima deb o'ylaysiz?
Men bu fikrga qo'shilaman. Qaysidir ma'noda, chunki bu yoqda ikki xil nima desam, fiziologiya bor. Fiziologiya deyapman. Ikki xil smysl, ya'ni ikki xil miya chiqasi bo'ladi. Birinchisi nima desam bo'ladi? Birinchi o'rinda IT bu instrument, ya'ni bu vosita har bitta misol uchun narsalarni o'zgartirsa bo'ladi va raqamlashtirsa bo'ladi. O'sha narsalarni o'sha darajadagi yetarlicha raqamlashtirishga baribir aytishnik kerak bo'ladi. U aytishnik u narsani u qachonki misol uchun biotexnologiyada aytishnik bo'lsa ham yoki даже JavaScript misol uchun tilda yozsa deylik yoki Pythonda yozyapti deylik, lekin u texnologiya bo'yicha bilimi yetarli bo'lmasa, ya'ni biotexnologiyalar desa bio bo'yicha bilimi yetarli bo'lmasa, baribir u yoqdagi logikalarni bir-biriga bog'lashda unga qiyinchilik bo'ladi. Misol uchun hozirda men fintech sohasida ishlayapman. Fintech sohasida men tushunib, uni mendan zakazchik so'rayotgan narsani qilib berishim uchun, конечно, men u fintech sohasi qanaqa ishlashini tushunishim kerak, bank industriyasi qanaqa ishlashini, nima bilan nima bog'lanishini, uni logikasini qachonki men yaxshi tushunar ekanman, keyin men dasturchilarga yetkaza olaman va dasturchilar o'sha asosida ishlay oladi. Dasturchilar ham baribir ham qaysidir ma'noda uni logikasini tushunish kerak. Ya'ni bu xuddi shu siz aytayotgan narsaga kelib tushadi. Dasturchilar har bitta misol uchun yo'nalishlardan shingir-shingirdan o'rganayotgan odamlar. Ya'ni ular o'zini yo'nalishini chuqur, узкий, portfelni anaqasi zo'r, tillarni biladi, boshqa biladi, lekin uni qo'llay bilishi har bitta направлениеga endi uni keyingi dunyo qarashiga bog'liq va uni dunyo qarashi keyingi направлениyalarni qabul qila olishiga bog'liq. Ya'ni misol uchun biotexnologiya bo'ladimi yoki fintech bo'ladimi, edtech bo'ladimi va hokazo. Shu fikrga juda qo'shilaman, chunki eslayman, bizning yoshligimizda ingliz tili juda ham hamma o'rganardi. O'shanda men aytgandim, ingliz tili o'qituvchisi bo'laman deb, chunki hamma ingliz tili o'rganishga kirishib ketgandi. Shunda menga oyim aytgandilar, ingliz tili bu faqatgina instrument, bitta vosita. Sen ingliz tili o'qituvchi bo'lib, 5-10 yildan keyin katta natijaga erishmaysan. Lekin sen qaysidir sohaning egasi bo'lsang, ingliz tili bilan o'sha sohada birinchi bo'lasan deyishganda. Hozirgi kundagi yoshlarga nima degan bo'lardingiz? Faqatgina dasturlash tili bilan kifoyalanib qolish to'g'rimi? Yoki bo'lmasa boshqa yo'nalishlarni tadqiqotda o'rganganligi to'g'rimi? O'zi 21-asr boshida STEM направленияsi butun dunyo bilan birgalikda kelishib turib, dogovor qilib turib, termini qabul qilingan va u nimani bildiradi? U faqatgina aniq fanlar va ularga IT qo'shilishini emas. STEMga ichiga полный IT infrastrukturani o'zi ham kirib ketadi. U yoqdagi fanlar ham kirib ketadi. Fanlar bilan IT ni birlashmasi ham kirib ketadi. Men bu narsaga ishonchim komilki, IT направленияni o'zi, ya'ni faqatgina kodni o'zini bilish yoki faqatgina o'sha kodni proyekt management qilish, qanaqadir kichkina narsada ushlanib qolish, bu hech qachon men to'laqonli aytishnikman deyishga olib kelmaydi. Bu faqatgina koder. Ya'ni u koderlik vazifasini hozir ChatGPT ham qaysi ma'noda qilyapti, lekin uni faqatgina yaxshi aytishnik o'zi bilan birga ChatGPTni to'g'ri ma'noda olib yursa, kod reviewlarni qilsa va u logika bilan doim misol uchun odamni o'zi ishlab, sohani baribir o'rganishiga to'g'ri keladi. Sistem shunaqa keng направленияki, u faqatgina kod yozishdan iborat emas. Kod yozsangiz tunlab ham kod yozaverasiz. Uni faqatgina logikasi sifatga va nimani maqsadga ko'ra bo'lishi kerak. Maqsad, nima maqsadda kod yozyapsiz degan savolga javob berish kerak. Misol uchun, Amazonda ishchilari nima maqsadda kod yozishadi? Ularning katta AWS serverlari bor. U serverlardan qancha kompaniyalar foydalanishadi. Nima uchun foydalanishadi? Qaysi misol uchun hamma kompaniyalar IT texnologiya ishlab chiqaramiz emas-ku, u texnologiyani ham nima asosida ishlab chiqarishadi? Misol uchun kimdir ideyasini raqamlashtiradi. Ya'ni bu yoqda kod yozish bu bitta tool. Ya'ni kod yozish bu nima desam bo'ladi? Bitta instrument. Siz uni to'g'ri navik sifatida boshqa yo'nalishlar bilan birga ishlasangizgina va qaysidir maqsad asosida ishlasangizgina to'g'ri ishlaydi. Misol uchun ingliz tilida yaxshi primer bo'ldi. Ingliz tili
ingliz tilini bilsangiz, men ingliz tilini bilishim, men translator bo'lishim uchun yoki o'qituvchi bo'lishim uchun emas. Ular zo'r kasblar. O'zini sal kasb sevuvchi odamlar uchun ular zo'r kasblar. Ulardan ham, misol uchun, normalniy dohod qilayotgan odamlar bor. Faqat dohodda emas, просто o'sha kasbga qiziqadigan odamlar uchun ular zo'r kasblar. Lekin, misol uchun, angliz tilini o'rganib degani faqat u kasblar bilan chegaralanib qoldi degani emas. U tool orqali, shu instrument orqali siz dunyoni xohlagan burchagidagi odam bilan gaplasha olasiz yoki xohlagancha, misol uchun, researchlar qila olasiz, yangi bilimlar o'rgana olasiz. Xuddi shunaqa narsa. Kodda ham yozganda siz baribir qaysidir maqsad asosida yozasiz. Qaysidir maqsadsiz yozar ekansiz, u kodingiz, siz koder ham yaxshi programmist ham bo'la olmaysiz. Siz просто koder vazifasini qilasiz. U vazifani ChatGPT ham xohlagancha, misol uchun, kod yozadi. Alkash, to есть har qanaqasiga kod yozadi, lekin uni maqsadiga, to есть maqsad berib turib ChatGPT ga kod yozdirsangiz, unaqa darajadagi emas. Ya'ni hozir haqiqiy programmistlar, umuman programmistlar o'zi nima qiladi? Qaysidir maqsad asosida kod yozadi. Nimadir ideyani raqamlashtirish uchun. Menimcha bu narsa, bu javob hammaga qanaqadir miqdorda motivatsiya bo'ladi. Chunki yo'nalish tanlashga va dasturchi bo'lishni niyat qilgan odamlar faqatgina kod bilan kifoyalanib qolmasligiga sabab bo'ladi deb o'ylayman. Endi bu yoqda misol nima desam bo'ladi? Ozgina to'g'riroq to'lqin qilsak bo'ladi. Kod yozish deganda baribir dasturchilar bor, misol uchun faqatgina kod yozish xohlaydi va o'sha направление bo'yicha ko'tarish xohlaydi. Misol uchun, injener направленияsi ko'tarish xohlaydi. Lekin u ham injener bo'ladi, faqatgina kod yozuvchi emasda. Injener deganda u odam o'zi kodlar, misol uchun, ideyani, logikani tushunib, uni raqamlashtirayotganda nima asosida raqamlashtirayotganini to'g'ri bilib, to'g'ri tanqid qilib, o'sha kodini umuman shu logikaga va uni to'g'ri ishga tushiradi. Shu darajada muvaffaqiyatli Ozoda birinchi topgan puli necha pul bo'lgan va nima orqali bu pulni erishgan? 15-16 yoshida o'sha katta hakatonlarda qatnashib, yaxshi natijalarga erishib, Moskvaga borib, qolgan davlatlarning delegatsiyasining orasida yutuq olib kelgan Ozoda birinchi marta baribir hozirgi kunda har qanaqa insonning motivatsiyasi unga foyda keltirishi kerak. Shu sababdan menimcha juda ko'pchilik qiziqsa kerak bu narsaga. Endi men birinchi pullarimni dars berishdan boshlaganimda olganman. Eng ishlab topgan pulim kamida dars berishdan bo'lgan. Endi 300 ming so'm bo'lardi o'sha paytda. Birinchi ishlab topgan pulim 300 ming so'm bo'lgan. Undan keyin dars ketganman. O'sha birinchi kasbiy pulim menda $500 bo'lgan. Shundan $500 topganingiz necha yosh bo'lgansiz? 17 yosh. 16-17 yosh bo'lgan. 16-17 yosh bo'lgansiz. Men o'qidim, bitta maqolada qaysidir award yutganingizda sizga $5000 berishgan. Bu o'sha The New York Academy of Science deydi. Bu komandamizga berilgan. Shunga men o'zimni nimamda to'g'ri bu ham nagrada, lekin birinchi ishlab topgan pulim demayman. Buni erishganingiz necha yosh bo'lgansiz? 15 yosh bo'lganman. 15 yosh bo'lgansiz. Va shu narsani sizlar o'zingizlarni rivojlantirishga sarflagansizlar deb o'qidim. O'zimizni rivojlantirishga sarflaganmiz, kurslar olganmiz. Biz o'zimizga roadmap tuzganmiz. Roadmap nima degani? Tuz chiqasiz mana shu muddat orasida, misol uchun nechta yilmi, oy orasida nimalarga erishishimiz kerak degan. Biz komandamiz bilan o'tirib o'zimizga roadmap tuzganmiz. Yo'l xaritasi. Shu asosda keyin kurslar olganmiz, rivojlanganmiz, birgalikda o'sganmiz. Yaxshi joylarga, yaxshi narsalarga sarmoya qilganmiz. Boshqa odamlar, boshqa yoshlar bu pulni kinoga borishga yoki boshqa o'ziga qiziq bo'lgan narsalarga sarflagan bo'lardi. Qanday qilib 15 yoshli Ozoda o'zini komandasi bilan o'tirib, o'ziga ma'lum bir kerakli bo'lgan instrumentlarni o'ylab va shunga qarab maqsad qo'yib yurgan? Birinchi o'rinda bu pul faqatgina o'zimniki emas edi, meni jamoamniki edi. Shunga biz nimagadir ishlatib yuborishimiz, nimadir u pul o'zi juda ham katta pul emas, misol uchun olsak, lekin bittada olib nimadir olishimiz bunga nelogichniy tuyulgan. Chunki undan ko'ra bilimga investitsiya qilish bizga ko'proq foyda keltirishini biz bilardik. Chunki har qancha bilimga investitsiya qilsangiz, u foyda keltiradi-da. Baribir bir kun emas bir kun uni foydasini ko'rasiz va undan u pulni bemalol qoplay olasiz o'zingiz.
Agar hozir siz oldingizga 16 yoshli qiz kelib, "Men IT sohasida ishlamoqchiman va nima ishdan boshlaydi?" desa, nima degan bo'lardingiz? Va menda qanaqa muammolar bo'lishi mumkin degan mana shunga o'xshagan savollarni berganda. Menda asosan juda ham ko'p qizlar keladi. O'zi qizlar auditoriyam qiz bola bo'lgani uchun juda ham ko'p qizlar, ayollar bu narsani so'rashadi. Yoshingiz qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, birinchi o'rinda yaxshi search qilishni bilsangiz va yaxshi o'z ustingizda ishlasangiz va punktualni bo'lsangiz, har qanaqa sohani eplay olasiz. Men tavsiya qilardim, IT ga rostdan IT sohasini yaxshi ko'radimi, yo'qmi? Birinchi shu savolga javob bersin. Ya'ni chin dildan bu narsani xohlaydimi, yo'qmi? Chunki siz chin dildan xohlamaydigan kasbda ishlasangiz, siz yaxshi ko'rmaydigan kasbda ishlasangiz, любой direktor lavozimida ishlaysiz, lekin siz o'sha narsani yomon ko'rsangiz, baribir ichingizdan qoniqmaysiz. Birinchi o'rinda o'sha sohasini, любой sohaga kirib kelayotgan bo'lsa ham, u sohasini realni yaxshi ko'radimi, yo'qmi? Uni o'zi javob berish kerak. U ichidan javob beradi. Endi tashqaridagi omillardan nima qilsa bo'ladi? U birinchi borib basic kurslarni olsa bo'ladi. Boshqa o'quv markazlarida ham bor. O'sha o'quv markazlariga borib, testdan o'tsa bo'ladi. Realni IT sohasiga kiradigan odammi yoki yo'qmi? U yoqda keyin IT ning направлениялari bo'yicha testlar ham qilishadi. Uni onlayn ham просто Google da yozib turib yoki ChatGPT dan ham so'rab turib test o'tsa bo'ladi. Men IT sohasidagi qaysi направлениyaga mos kelaman. Misol uchun kimdir kreativroq bo'ladi, vizualizatsiyani yaxshi ko'radi. Odamlar o'sha kreativroq odamlar ko'proq UI UX dizaynerlik, motion dizayner, uni ham har xil sohalar bor-da. O'sha направлениyalar mos keladi yoki kimdirlar o'tirib olib, shundoq anaqani noshini yoqib olib, muzika eshitib, maza qilib xotirjam bitta joyga qamalib olib kod yozish xohlaydi. Realni, misol uchun men ham o'sha paytlarda bo'lganman. Menda ham xohish bor o'sha narsalarga. O'shaqa odamlardan koderlar chiqadi. Kimdir xohlaydi vizual kodlar bilan yoki qanaqadir orqadagi bo'layotgan ishlar, logikalar bilan emas, ko'proq vizualni narsalar bilan ishlayman, lekin kod yozishni xohlayman desa, ular front-end bo'ladi. Umuman, направленияni kelib chiqishi sizni o'zingizni psixologiyangizga va sizni o'zingizni xohishingizga bog'liq. Siz o'zingiz ichingizdan qanaqa odam bo'lsangiz, siz o'zingiz ichingizdagi potensialni va qobiliyatni aniqlay olsangiz, любой направленияda ketishingizni aniqlay olasiz. Xuddi shunaqa ITda ham. Birinchi testlarni topshiring, o'zingizni ichingizdan nima narsani qo'limdan yaxshi keladi. Shu narsani aniqlab olsa, savolga javob bersa, qolgan narsalar oson bo'lib ketadi. Yana bitta savatim, endi IT ga kirib kelgandan keyin kursi faqatgina nima desam bo'ladi, sentrga borib o'rganish hech narsa bermaydi. Ya'ni ingliz tilini ham men faqatgina o'quv sentriga borib o'rganganimda hozirgacha уже C2 olardim. Men 9 olardim IELTS. To'g'risi, faqatgina o'quv markaziga borib hech narsa o'rganilmaydi. U yoqqa borib sizga yaxshi zo'r atmosfera bo'ladi, o'rganishingizga qanaqadir anaqa kuch beradi. O'rgana olasiz, lekin 30%. Qolgan narsa baribir sizni o'zingiz qo'lingizda. Siz o'zingiz ishlashingiz kerak. O'rtoqlaringiz xuddi shunaqa направленияda bo'lishi kerak. At least atrofingizdagi odamlar qancha mana atrofingizdagi atmosfera qanaqa bo'lsa, shu atmosfera sizni tortadi. To'g'ri. Qozonga yaqin yursang, qorasi yo'qot degan maqol bekorga emas. Xuddi shunaqa narsa. Agar siz o'rtoqlaringiz buzyaptimi, o'rtoqlardan uzoqlashish kerak. Agar siz mana darsdan qoniqmayapsizmi, borib qayta o'zingiz ishlashingiz kerak, onlayn darslar qilishingiz kerak, konspekt yozasizmi, nima qilasiz? O'zingiz ichki savollaringizga birinchi o'rinda o'zingiz javob berib olishingiz kerak. Dars ketganda уже birinchi internship qilishni o'rganayotganda qizlar uchun hozir juda ham ko'p imkoniyatlar ko'p. Ham prezident yaratayotgan imkoniyatlar undan ham ko'p. IT sohasi, tем более magistratura, bakalavriga IT sohasiga menimcha уже to'lab ham berishyapti. To'lab ham berishyapti va yaqindagi video selektorda ham davlat rahbariyatilar har 6 oylik уже kursga ham yuborishyapti. Har 6 oylik kursga ham yuborishyapti. Endi mana AI sohasi bo'yicha prezident o'zi farmonlar berib tashladi. AI sohasini hamma направлениyaga kiritasan deb. Уже AI sohasi kirib kelyapti. Siz hali endi programmist bo'layotgan bo'lsangiz, bugun boshlamasangiz, уже ertaga kech. Уже boshlab o'zingiz ishlaganingiz sari market juda ham keng, xohlagancha rivojlanish mumkin. Voy, mana shuncha odam o'qib chiqdi, lekin ish topolmaydi degani, u kurs sentri aybi emas. U odamning o'zini aybi. U o'zini ustida kechasi bilan ishlab chiqqanida, keyingi narigi raqibidan yaxshiroq kuchini ko'rsatganda, balki u hozirgacha ish ola olardi. Xuddi shunaqa narsa. Qo'shilaman. Chunki hamma narsa motivatsiyasi faqat pul emas. Uni yaxshi ko'rsagina, o'sha pul o'zi topib oladi har bitta insonni. Va menimcha siz juda ham charchatdik bugun. Va bu yerda hammani qiziqtirgan savol, kelayotgan 5 yilda Ozoda qayerda bo'ladilar? Va qayerdan topsak bo'ladi keyin 5 yildan keyin podkast qilmoqchi bo'lsak?
Xudo xohlasa, keyingi 5 yildagi oliy maqsadlarimizdan bittasi mana shu biotexnologiya sohasini qattiq o'rganish, biotexnologiyada katta startaplar qurish va o'zimni resursimni как proyekt rivojlantirib, realizatsiya qilib, уже startap realizatsiya qilib, kompaniyamni qurmoqchiman biotexnologiya bo'yicha va Nobel mukofoti olmoqchiman. O'zbekistondagi Nobel mukofotchilarni ko'paytirmoqchimiz avlodini. Xudo xohlasa. Podkastimiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va izohlarni kommentariyalarda qoldiring. Aytgancha, startaplar hakatonlar bo'yicha nima desam bo'ladi, qanaqa informatsiyalar kerak bo'lsa, biz link qoldiramiz, havola qoldiramiz. O'sha havola orqali siz xohlagan eventlar, hakatonlar haqida ma'lumotlar olsangiz bo'ladi. Muvaffaqiyat kaliti podkastimizni yana bir soni o'z nihoyasiga yetdi va biz bilan birga bugun Ozodaxon Mo'minova o'zlarini esda qolarli va motivatsion hikoyalari bilan bo'lishdilar. O'ylaymanki, bu hikoyalar bizani ko'rib turgan tinglovchilarga ham, ularning ota-onalariga ham va boshqa shu sohani egalariga ham juda foydali bo'ladi. Sizga kattakon rahmat vaqt ajratganingiz uchun. Biza kuzatuvchilarga ham rahmat. Siz bilan juda ko'p gaplashgan bo'lardik. Vaqt chegaralangan. Shu sababli sizga yana bir bor rahmat aytamiz. Hammaga xayr.